Assalomu alaykum azizlarim, qadrdonlarim. Yana bir bor men o'sha O'zbekistonning Qo'qon shahridan Latviyaga oilasini orqasidan kelgan bir onaman-da. Yana Latviyaning ko'chalarida aylanib yurib, ko'kalamzor joylaridan sizlarga ham ilingim keldi. Bugun bulutli, ajoyib chiroyli salqin havo ekan. Sizlarga ham ilingim keldi-da, daraxtlarda bular shunaqangi. Endi parvarish qilarmikan, yo'q. O'zi chiqarmikan? Bir gazon kesa yuradigan odamlarni ko'raman xolos, bir daraxt ekib, bir nima qilganlarini. Endi mana unaqangi daraxtni mana men ko'rdim. 2 yildan bas turibdi shekilli bu daraxtni, ammo manaqdek daraxtlarni yovvoyi daraxtlarmi? Latviyaga kelish holatim ham ajoyib bo'lgan. Mana yo'ldan ham ketsam bo'laveradi. No. Mostga chiqaman. Bu yerda zina bor, o'sha zinadan shu mostga chiqib, anaga o'tib ketaman o'zi asli. Mana yerdan ketib, u anadan yo'ldan most ustiga chiqsam bo'ladi. Mana nima deydi? Tropinka, aslini tropinka deydi-ku, o'zimiz yo'ligimiz. O'shandan ham ketkim kelyapti mana hozir. Mana Latviyaga kelish holatim ham bir ajoyib holatlarda bo'lgan. Xo'jayin shaharda ishlardilar, dadasi. O'g'lim rizqlari ham qo'shilib o'qishga shaqqa kirganlar. Shu bilan keyin o'g'limga sherik bo'ling onasi deysa, voyman hatta qana turalaman, bitta qizlarim bo'lsa qo'ying endi deb 1 yil ag'liq qilib nima qilib yurganmiz. Boramiz, bormaymiz, shu bilan dokument ham tayyor bo'lishi qiyin bo'lgan. Qiyin bo'lmagan, hali yugur ular surishtiruv, biz O'zbekiston haqida surishtiruv, aqdiylar haqida surishtiruv shuna ishlar ko'p bo'lgan. O'shanisiga salkam 8,5 yildan ko'p vaqt ketganda. Bir mahal ketman. Voy, o'rganalyapman desam ham bo'lmaydi, o'rganolmayapman desam ham bo'lmaydi. Ajoyib bo'lgan 1 yil. Adaptatsiyamcha qiyinroq o'tgan. Bet salqin. Biz endi o'zimizni iqlimga o'rganganmiz, o'zimizni taomlarimiz, ovqatlarimiz, ammo bizniki juda shirin. Bizni go'shtlarimiz, unlarimiz, umuman bizning mahsulotimiz juda shirin. Pomidor, bodring, bular qayerdansan deydi bir xil yangi tanishganlarim bilan. O'zbekistondan pomidorlaring, qovun tarvuzlaring dedi. Shular ham biladi. Haqiqatan ham bizning pomidorlarimiz qandaydir nimasi bor. Hidillik ajoyib shirin bularnikini oldida. Bularnikida bir 20 xildan ortiq pomidorlari ko'rdim men o'zim misol. Qorasi ham bor ekan, ko'ki ham bor ekan, sarig'i ham bor ekan, jigaring, xullas har xili bor ekan. Shunaqalarni ko'rdim. Biza bir xil o'zimizni qizil pomidorga yetmaydi ekan. Voy, uni ta'mi. Mashalloh, ya bular ham bilar ekan. Bir o'sha omon davrilarda olib kelib tadbirkorlarimiz sochishgan ekan, bular o'shandan yerkan. Olib kelmay qo'ydilaring, nima qilmay qo'ydilaring deydi. Endi yo'licha uzoqlik qilyapti-da deb qo'ya qolaman. Kelishadi, xudo xolasa. Hammasi joy-joyiga tushadi deb kelishamiz. Ular ham bilib ta'mlarimizni, ovqatlarimizni havas qilib o'tirishadi, undan boshqa hech nima qilishmaydi. Mana bunday go'zal, chiroyli joylari. Ko'k.